Toshkent postdan 7 kilometr kirganda zo'r uy ko'rsataman hozir. Mana bu ikkita uy, bittasi kichikroq, bittasi kattaroq. Kattasi tayyor. Arontedan suv o'tgan. Постоянный mana bitta turbani suv o'tgan. Vodoprovodda 150 litrli turbada. Xo'p, mana bu uyimiz. Bismillah. Kirganda mashina qo'yishidagi joy. Podul bor ekan, podulda hamma santexnika yig'ilgan, katerlar bilan birga yana boshqa ham qo'yib qo'yganmiz, suv постоянный bo'lsa ham deydi. Termay shu romlar. Bitta zal, kattagina 5,5 3,5lik. Bitta hol. Kattagina 5 metrli betam. Bet oshxona, oshxonaning tagi polni podol ekan. Hop, bitta master spalnya, o'zini sanuzeli, orqa hovlisi bilan birga. Bitta общий sanuzel, hali ishlari bitmagan. Shunda turibdi. Oyog'ini xohlaganda qolsa yoki qo'yamiz deydi. Bitta bo'lsa bitta master spalnya. O'zini sanuzel bilan birga. Bitta orqa hovli. Bitta bo'lsa bitta детский. Ish ularni qaranglar, ish ular ham katta standart 290 ish emas, katta ish u terma ish romlar. Do'stlar, tayyor bitirib beramiz deydi. Toshkent postdan 7 kilometr kirganda 1.6 sotuv, to'rxona. Pastki nomerlarga aloqa chiqsanglar, ma'lumot berib olamiz.